ustoz Hamidbek aytganlaridek, Tramp ham masalan Yevropadagi lider deya aytaylik, Urban juda ko'p ta'kidlaydi. Urban mening do'stim, Urban mening nima dey, yo'lbosh ma'nosida beradi. Yoki Modini bilmadim, aka-uka deyishadi bir-birini. U shunaqa yaxshi ko'rganki, o'zini birinchi hokimiyat davrida. Hozir Bayden bilan sal muomalasi uncha yaxshi emas edi, lekin hozir Tramp qaytgandan keyin yana boshlanyapti ko'proq. Chunki ikkalasini ham g'oyaviy, ham hokimiyatning ushlashi, ikkalasi ham eng yirik demokratiyalar, aholi nisbatan, pul nisbatan, iqtisodiyot nisbatan va ikkalasini ketayotgan yo'li ham bir xil. Ultra o'ngchi bular. Nationalism, ikkalasi ham, bittasi hindulikda olsa, bittasi oqliklar, o'shalar va shu kabi mavzular. Ya'ni natsionalistik anaqasi bor demokratiyaning ichida. Endi bu